Hozirchi. Hozir lekin professional jostki tayyorlanyapti lekin. Tayyorgarligi qattiq. Balki men hozir shunday ushishim kerakligi uchun yoki men shunday qarayotgandirman balki men nazarimdan. Lekin oldinga to'xtalmas lekin. Bu oldingi aktyor emas. Yo'q, oldinga aktyor emas. Bu endi professional jangchi darajasidagi raqib. Chunki oxirgi yo'llarni ko'rsangiz, hammasini jostki bo'lib, jag'lar sindirib, jostki bo'ladi. Imkoniyatlarni qanaqa baholaysiz To'xtar bilan jangda o'zingizniki? Bizga faqat stogada bo'ladi aka, jostki bo'ladi. Chunki u yostoch, u ba'zilar bokschi. Imkoniyatlar foizli hisoblasangiz. Nechiga nechi, kimda nechi foiz? 50 aka bizga aka. 50. Chunki bitta dara qiladi. 12 ham meniki ham bitta dara qiladi. Agar hozir shu videoni To'xtar ko'rayotgan bo'lsa, nima degan bo'lardingiz? Imkoniyat bor sizda murojaat qilishga jangdan oldin. Yo'q, nechta deyman. Biz bu 50 udamlik. Uni bitta udar desin, men uxlayman, men undan da uxlayman. 50. Sport haqida yangiliklarni birinchilardan bo'lib bilmoqchi bo'lsangiz, bizning Sport kuni Telegram kanalimizga hoziroq o'tib obuna bo'ling.